Sharq Turkistonda tajovuzchi Xitoy kommunistlarining zulmi davomlashayotgan, o'lim yetim xabarining yetib kelishidan andishlanayotgan bu kunda yana bir musibat xabari yetib keldi. Ota-onasi tutqunlanib egachaqsiz qolgan Uyg'ur bolalarining oldin xabar olmoqchi bo'lgan Moira To'xti qonunsiz bola beqib olish jinoyati bilan turmaga solingan. Eng yangi xabarlarda 10 avgust Xitoyning ig'ir zulmlariga bardosh beramagan Moira To'xti shahid bo'ldi. Biz Uyg'ur TV nomidan Allohdan Moiraga rahmat qilishini va Firdavs jannat bilan mukofotlashini tilaymiz. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysaning hafta davomlashgan Yevropa birligida o'tkazgan Sharq Turkistonni to'ntish faoliyati oxirlashgandan keyin Yevropa birlashmasidagi 5 partiya birlashib Yevropa komitetiga maktub yo'lladi. Maktubda Xitoyning Sharq Turkistonga ib bo'lgan tarbiyalash markazi nomidagi turmalarning taqilishi va Xitoyning zulm sitamlarini darhol to'xtatish kerakligini ta'kidladi. Xitoy Kommunist Partiyasining Sharq Turkistonga qilgan zulmlaridan qochib Qozog'istonda panohlik tilgan qozoq qarindoshlar Otyurt ishxonasiga kelgan xalqaroliq muxbirlarga guvohlik berib, Xitoy Kommunist Partiyasining zulmlarining to'xtashi va atalmish tarbiyalash markazida tutilgan oilasini, urug' tuqqanlarini, millionlagan iztirob chekayotgan gunohsiz musulmonlarni qo'yib berishini va lagerlarning taqilishini talab qildi. 5 sentyabr Amerika prezidenti Trump Beijingning talab qilgan savdo kelishimini rad qilib, yana bir qatim Jungo bilan bo'lgan savdo ko'rishining hal bo'lish ehtimolligini yo'q qildi. Ammo ikki tarafning kelishim munozaraning davomli olib berilganligini bildirdi. Dunyoning ikki chong iqtisod davlati bo'lgan Amerika va Jungoning iqtisod to'qinishida ikki tarafning 50 milliard dollar qiymatidagi mollarga boj olganligi aniqlandi. Amerika hukumati Jungoning yana 200 milliard dollar qiymatidagi meliga 25% boj olganligini oshkorladi. Jungo o'ch yilish maqsadida Amerikaning 60 milliard dollar qiymatidagi meliga 5 dan 25% ga qadar boj olganligini dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Baş Katibi Antonio Guterres 29 avgust Birleşken Devletler Kengashida o'tkazilgan yillik xalqaro yadro bomba sinoqiga qarshi turish kuni yig'inida so'z qildi. Yadro bombalarining sinoq qilinishi va cheklanishi orasida murakkab bir munosabatning bo'lganligini tilga olgan Guterres, yadro sinoqlarining nihoyat ko'p bo'lgan qo'rqinchli davrda hayotidan ayrilganlarga qayg'urganligimizni bildiramiz dedi.